2009-yil. Bu yerga juda olis yo'ldan keldim. Borar manzilim ham hali juda yiroq. Mehmonxonaga qancha qoldi? Hali bor. Bu hikoyaning oxiri qanday tugashini bilmayman, lekin qanday boshlanganini bilaman. Bu hikoya Umer bilan boshlanadi. Umerning unga akalik qilgan bitta do'sti bor edi. Qachon boshiga tashvish tushsa yordamga oshiqardi. Ismi Ali edi, lekin mahalladagilar uni laqabidan tanishardi. G'ir telbamisan deyman, ha? Bir tomondan yuzimga kulib qaraysan, boshqa tomondan qo'ling tinch turmaydi. Hamma narsa ham ev bilanda. Meni laqabimni hech ham eshitmaganmisan? Ali bey, men sizni juda yaxshi taniyman. Siz kazinoda qo'riqchilar boshlig'isiz. Ishimni so'ramadim, do'stim. Laqabim nima? Ali bey, shu desangiz, meni qon bosimim bor. Xudo haqqi, shu yerda o'lib yetib qolmay, chin so'zim. Laqabimni ayt, kal. Cho'rtka sarali. Bunday qilmang. Kerak emas. Qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring. Umerning bolalikdan ayrilmas do'sti bor edi. Ulfati va qadrdoni Jengiz. Eshan xonim sizni yuqorida so'rayapti. Yaxshi, hozir boraman. Bugun omadli kunim ekan. Yana Umer telbalarcha sevgan, bir qarashda oshiq bo'lgan, uning uchun jonini berishga tayyor bir qiz bor edi. Eshan. Xayrli tong, Eshan xonim. Xayrli tong. Eringizga gapingizni yetkazdim. Hozir boraman deb aytdimi? Ha? Bugun omadli kun ekanmi? Yo tavba, qanday topib aytyapsiz? Shunga hech ham ko'nika olmadim. Hammani kitobdek o'qiy olasiz, a? Hammani emas, Aylin. Faqat meni sevganlarni. Xayrli tong, Eshan xonim. Xayrli tong. Maxsus xonaga joylashadigan mehmonimiz Ezelbey keldimi? Yo'q xonim, birozdan keyin keladi. İlk bora mehmonxonamizda qoladi. Mamnun holda ketishini xohlayman. Mehmonxonadan ham, qimorxonadan ham. Tushunarli, Eshan xonim. Alohida xohishi bormikan? Bor ekan, faqat bir narsani so'radi. Xonasiga o'zi bexabar kimdir kirishini xohlamas ekan. Yordamchisi qayta-qayta uqtirdi. Yaxshi. Mehmonimiz juda sirli ko'rinadi. Umer yaxshi bola edi, lekin kamchiligi bor edi. Odamlarga ortiqcha ishonardi. Ularni juda yaxshi bilaman degan xayollarda yurardi. Agar o'tmishga qaytib ayta olganimda, unga Umer, har xiyonat sevgidan boshlanadi derdim.
kelibsiz, afandim. Ismim Ezel. Bu yerga qasos olgani keldim. Ezel qara xilma-xil xizmatlar bor ekan. Ozroq hordiq chiqaramizmi? Sal o'zimizga kelaylik. Shuncha yo'l bosib kelgach. Gapir, Tefo. Xo'p bo'ladi aka. Ezel Bayraktar, 32 yoshda, bo'ydoq. Bilishimizcha qarindoshlari yo'q. Tug'ilgan joyi Istanbul. Ezel bundan 4 yil avval ko'zga tashlangan. Undan avval ismini hech kim eshitmagan. Monte Carlo, Vegas, Buenos Aires kamida 20 ta katta o'yinda nomi tilga olingan. Ko'p yutadi, ko'p yutqizadi. Xullas, ayrim joylarda rosa pulni sovurgan. Ba'zan esa eng yaxshilarini shilib ketgan. Qamalganmi? Top-toza, avval sudlanmagan. Hech bir qamoqxonada qora ro'yxatga tushmagan, hatto hibsga olinmagan. Bu yog'i tinch. Yoqmadi. Ortiqcha toza. Tefo og'ayni. Bir g'oyib bo'ladi, bir paydo bo'lib qoladi. Katta o'yinda qatnashib, keyin yana yo'q bo'ladi. Qanday boylik orttirgani ham noma'lum. Qandaydir ishi bo'lsa ham hech kim bilmaydi. Shu raqamga qo'ng'iroq qil. Politsiyadagi bitta tanishimiz. Cho'rtkesar Ali iltimos qilyapti deysan. Ezel haqida nima bo'lsa hammasini yetkazsin. Xo'p, aynan nimani aniqlashimni xohlaysiz? Hammasini. Bular katta o'yinchilar, Tefo. Bular mehmonxonani boy qilishi ham, xonavayron qilishi ham mumkin. Bularning stollarida millionlab dollarlar uchadi. To'g'ri biz tomonga qarab uchishi kerak. Tushunarlimi? Quloq sol. Har bir harakatidan meni xabardor qilasan, tushundingmi? Nimadandir shubhalanyapsizmi, afandim? Bu yerda ish boshlaganingga qancha bo'ldi, Tefo? Bir haftami?
Ha, tushunarli. Demak, hali pishishingga ancha bor. Shubhalanasan. Bizni ishimiz shubhalanish. Bunaqa odamlarni yaxshi bilaman. O'zlarini juda sirli odamdek ko'rsatishadi, lekin aslida hech baloga arzishmaydi. Hammasi qo'rqoq. Go'ng qarg'a. Tushunarlimi? To'g'ri aytasiz, afandim. Har bir harakatini ko'zdan qochirma, xo'pmi? Nima yeyapti, nima ichyapti, qanaqa ayollarni yoqtiradi, qaysi shirinliklarni yoqtiradi, qaysi qo'lini ishlatadi, qanday kiyim kiyadi, shuncha pulni qayerdan olyapti? Bu odamning ortida kim turibdi? Chet elda bo'lganmi? Avval qayerda bo'lgan? Xullas kalom, Ezel Bayraktar kim? Hayotimdagi eng baxtli kun 12 yil avval shu kun bo'lgandi. 12 yil avval shu kunda dunyodagi eng baxtiyor erkak edim. Nima bo'lyapti, Ezel? Shabnam, Kamil aka, sizlar bilan bir sirni o'rtoqlashdim. O'sha sir sizlarga mendan omonat. Qanaqasiga? Bundan keyin avvalgidek bo'lmaydi. Ezel, nimalar deyapsan? Aytmoqchimanki, o'rtada qarz bo'lsa, o'sha qarz uzildi. Bu nima deganing endi? Bugundan boshlab meni oldimda boshqa yo'l bor. Necha yillardan beri shu kunni kutdim, lekin hech kimga bu yo'lda menga hamroh bo'ling deya olmayman. Kimki hamroh bo'lsa, o'z hayotini xatarga qo'yadi. Faqat ahmoqlik qilgan bo'lasiz. Mendan rozi bo'linglar. Ezel, bizni qornimiz ochdi, tamaddixona ochiq ekan. Borib nimadir yeymizmi? Bu ham bo'lmadi. Bo'lmayapti. Nima taqsam ham Husning oldida xira tortib qolyapti. Rahmat. Yoqdimi? Juda chiroyli. Kechki payt ziyofatga boramiz, kech qolmaylik. Nima gap? Hech gap yo'q, bo'ljingiz. Nima gap? Yana nima gap? Qo'limni qo'yvor, og'riyapti. Yana nima kerak Ishan? Yana nima xohlaysan? Hamma narsang bor. Ko'zlagan niyatingga yetding. Hech narsa kerak emas. Meni tinch qo'yingiz. Tinch qo'y, ozroq nafas olay. Seni falokating nima bilasanmi? Sen hamma narsaga ko'z tikasan, lekin evaziga hech kimga hech narsa bermaysan. Yosh boladek nolima. Gapir, nima beray unda? Sevgingni. Shu xolos. Demak, esingdan chiqdi-da. Bugun nima bo'ldi? Nima bo'ldi? 12 yil avval shu kuni nima bo'lgan? Havo almashtiraman, ovqat paytida ko'rishamiz. Kechagi o'yin haqida gapirib ber. Ezelbey, marhamat bu yoqqa. Orqa tomonda maxsus xona bor. O'sha yerda o'ynaymiz. Rahmiy degan bittasi bor. U muammo emas, lekin o'yinga bolgar ham qo'shiladi. Uni oldindan taniyman, puxta odam. Qanday o'ynashini senga tushuntiraman. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Yana Jengiz ham bor. Eng yaxshilari shular. Mendan ham yaxshimi? Yo'q, azizim. Hech kim sendan yaxshi emas. Yolg'on gapirganingda o'zigingni o'ynatasan. Yo'q.
Rostdanmi? Eshan ham o'yinga qo'shiladimi? Gohida. Agar dov katta bo'lsa yo e'tiborini tortgan boshqa nimadir bo'lsa. Ko'rinishim qalay? Kelishgan, boy va Meni kechir. Kechirdingmi? Albatta kechirdim. Sen Jengiz ataysan. Seni kechirmaslik mumkinmi? Shunaqa. To'g'rimi? Meni shayton fe'lim bor. To'g'rimi? To'g'ri. Sen aslida meni juda sevasan. Shunaqami? Men bilan jahannamga ham ravona bo'lasan. Shundaymi? Ravona bo'lib bo'ldim. Undan ham qiyinroq narsa top. Bu oqshom uyingga borasanmi? Ertaroq uxlamoqchi edim. Iltimos bor. Bu oqshom sen uchun o'ynayman. Seni sevaman. Men ham seni sevaman. Qoyil. Juda mazali ekan. Nima bu? Maxsus pishirilgan taom. Ajoyib. Nimadan tayyorlanadi? Ziravorlar bilan g'oz go'shtidan. Avval boqib semirtirishadi, keyin hamma yog'ini yog' bosganda qozonga bosishadi. Biram yomon sana ezi. Hamma chiroyli narsani o'ziga yarasha tovoni Qaytib bo'ladi. sen bilan ovqatlansam tilim uzilib tushsin. Chiroyli kiyinganman, vaqtichoqlik qilyapman. Nima bo'ldi? Eza? Eza, yaxshimisan? Yil. O'yin boshlandi, afandim. Marhamat. Jengiz, Eshan xonim, yaxshi. Boshqalardan ham surishtirib ko'ramiz unda. tayyormisan?
Yaxshimisan, Ezel? Ezel? Shabnam, qabulxonadan og'riq qoldiruvchi dori olib Xo'p, kelasanmi? qo'ng'iroq qilaman, darrov olib kelishadi. Shabnam, o'zing olib kel, iltimos. Bo'pti. Unda hoziroq olib kelaman. Bor yo'g'imni tortib olishdi. Oilamni, do'stlarimni. Butun hayotimni. Men haliyam uni ko'rib, bu qanday savdo, Allohim? Ey Xudo, bu qanday jazo? Lekin endi xatoga o'rin yo'q. Xato qilmayman. Ammo unutolmayman, aka. Unutolmayman. Kipr 2009-yil. Qanchadan beri uxlayapman? Nari borsa yarim soat bo'ldi. O'yin boshlandimi? Hozir qo'ng'iroq qilishdi. Yana ozroq kutishar ekan. Nima qilamiz? Tushamiz. Mehmonimiz ozroq kechikadi shekilli. Uni nomidan sizlardan uzr so'rayman. Yana 5 daqiqa kutaylik. Kuchli. Kipr 2009-yil. Meni ismim Ezel. Omer hikoyasi tugagan joyda meniki boshlanadi. Yo'q, bo'ldi. Usiz boshlayveramiz. Boshqa chora yo'q. Undan yutadigan pullarimni endi sizlardan yutaman. Omad farishtam, bir bo'lsa olay. Mensiz boshlamasizlar har holda. Ana. Xush kelibsiz. Men Cengiz Atayman. Shu mehmonxonaning egasiman. Beyafandi esa Ali Qirg'iz. Qimorxonamizda qo'riqchilar boshlig'i. Qalaysiz afandim? Chiqayotganimda so'rarsiz. Ali Bey bilan tamomila ishonchli qo'llardasiz. Xonim afandi rafiqam. Esham.
Men ham u bilan ishonchli qo'llardaman. Ezel Bayraktar, xursandman. Yordamchim Shabnam xonim. Xush kelibsiz. Marhamat. Xayrli kech beylar. Kechirasiz. Sizni qayerdadir ko'rgandekman.